Rus firmada ofitsialniy ish qidirib yurgan aka opa-singillarimizga bizda ish bor. Aynan ruskiy firma ofitsialniy ish. Xohlagan odam bez объем ishlaydi, xohlagan odam объемga ishlaydi. Bez объем 3600 rubldan boshlanadi, объемligi ham 3600 dan kuniga 6000-6500 rublgacha. Undan tashqari, kompaniya sizga yotoq joy, registratsiya, borib kelish, forma mutlaqo tekin beradi kompaniya hisobidan. Sizdan faqatgina birgina shart Moskva dokumenti bo'lish kerak. Tushunganingizdek, bu ishimiz Moskvada. Demak, qayerda, nima ish, qanaqa skalat yoki qanday ish, bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun albatta videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'ramiz va albatta mana shu videoga bitta like bosib, Moskvada ish qidirib yurgan aka opa-singillarimizga shu videoni jo'natib qo'ysizlar. Demak, biz boshladik. Moskva oblastida yurgan hamyotlarimiz diqqatiga, kimga 3 oy bazada turadigan registratsiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, eng ishonchli va 3 oy bazada turadigan 100% kafolatli Avaz akamizni men sizlarga tavsiya etaman. Avvalambor assalomu alaykum, Zuhriddin Musafir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kun deb qolamiz. Yana yangi vakansiyalarimiz Moskva shahrining o'zidan chiqyapti. Ya'ni Moskvada skalat juda ham katta skalat. Hozirgi kunda 10 ta erkak, 10 ta ayol, 20 ta odamni bugunning o'zida ishga joylashtirish mumkin. Eng muhimi, bu ishga oldin biz chiqardik, 30 yoshgacha dedik. Ko'pchilik yozardi, "Yo'q, 30 yoshgacha emas, hachab 35-40 qiling yoki 50 qiling" deb rosa komment yozishdi. Men bu katta skalat bilan gaplashib, mana xudo xolasa 40 yoshgacha bo'ldi. Ham erkak, ham ayollar 18 dan 40 yoshgacha Moskva ofitsialniy ishlash uchun hamma dokument bo'lishi shart. O'sha optdan bo'lish kerak. Skalatda hachab oz bo'lsa-da ishlab, tezdan tushunishingiz kerak. Erkaklar ham, ayollar ham. Sizlarga ish o'rgatiladi serialni bemalol. Glaniyasi patent Moskva, slis, NN hammasi bo'lsa, ekranda nomerlarga hoziroq aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Demak, aytib o'tganimdek, bu ruskiy firma Skalatda kompletoshlik vakansiyasi. Hop, yotoq joy bepul, registratsiya bepul, borib kelish forma ham beradi mutlaqo bepul. Sizdan faqat pitaniya uchun rasxod ketadi xolos. Demak, hozir oldin faqat объемga edi, endi bez объемga ham vakansiyalarimiz ochilgan. Ko'proq ayollarga ham, erkaklarga ham bunaqa sharoit qilib beriladi. Объемda yo'q, men ishlolmas ekanman deydigan bo'lsangiz, sizlarni bez объем, ya'ni kuniga borib kelsangiz, o'sha 12 soat ish vaqti bo'lsa, 11 soat ish vaqti, kuniga 3600 dan yozilib ketaveradi. Shunaqa vakansiyalarimiz ham bor. Bu haqida to'liq ma'lumotni ekrandagi nomerlardan olishingiz mumkin. Demak, mana sizlarga shans, mana sizlarga bemalol foydalanishingiz uchun imkoniyat. Xohlagan odam bez объем ishlasin, xohlagan odam объемga ishlasin. Minimum oyliklarimiz 108 ming rubldan boshlab 180 ming rublgacha. Undan tashqari yotoq registratsiya borib kelish forma bu kompaniya hisobidan. Bu Moskva sharoitida shunday narsa. Moskvada hamma joyda ham aytib o'tgandek yotoq registratsiya borib kelishlarni tekin qilmaydi. Hamma qatnab borib ishlab keladi. Bunaqa imkoniyat bo'lgandan keyin albatta Moskvada yurgan aka opa-singillarimiz bu imkoniyatdan foydalaninglar. Ruskiy firma eng glavnisi puliga aldamaydi. Oyligi har oyi 15-chisiyoda. Ya'ni bir oyda bir marta oylik, har hafta emas. Pulidan muammo yo'q. 3 yildan beri ishlaydigan bo'lsak bu kompaniya bilan biror marta muammo bo'lmagan, bundan keyin ham muammo bo'lmaydi. Demak, bu skalatimiz azon emas, bu skalatimiz hozirgi kunda Rossiya territoriyasida birinchi o'rinda turadigan Valbersning skalati. Bu Moskvada, Vnukovada joylashgan, Derevnya Sharapovada. Kimga adres to'liq kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, sizlarga lokatsiyalargacha Telegram, WhatsApp orqali tashab berishadi. Borib, o'zingizlar ko'rib, inshaalloh Xudo xolasa, aynan bugunning o'zidan ishni boshlashingiz mumkin. Mana shunaqa bugunga ajoyib yangiliklar edi. Kimga mana shu ishimiz to'g'ri kelsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Agar siz ishingiz bo'lib shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, mayli, mana shu videoni yaqinlaringizga o'sha ish qidirib yurgan, Rossiyada, aynan Moskvada yurgan akalarimizga yoki opalarimizga jo'natib qo'yinglar, zora ularga ishli bo'lib ketsa. Faqat bu ishga O'zbekistondan telefon qilmanglar. Moskva oblast yoki boshqa regionning patentlari o'tmaydi. Faqat qo'lida Moskva patenti bor, ofitsialniy ishlay oladigan, 12 soat, o'sha 11 soat ish vaqtiga yaraydigan insonlar, erkaklar, ayollar 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lganlar telefon qilishinglarni iltimos qilib qolishdi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, ularni ham o'zingizlarni ham vaqtlarini bekorga sarflamanglar. Qo'lda Moskva patent bormi? Sizingiz bormi? Tayyormisiz ishlashga? Bo'ldi. Ekrandagi nomerga hoziroq aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Kuninglar xayrli o'tsin.